Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Huzuringlarda ustoz Muhammad Yusufning Qur'oni Karim qandoq kitob nomli asari. Yoqtirib anglag'aysizlar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahim. Qur'oni Karimning g'ayblardan xabar berishdagi mo'jizasi. Qur'oni Karimning g'ayblardan xabar berishdagi mo'jizasining ba'zilari tuvandikicha. 1. Dunyoning shu vaqtdagi ikki cho'ng imperatorlari bo'lgan Rimliklar bilan Eronliklar o'rtasida qattiq urush bo'lib, Eronliklar Rimliklarni yengandan keyin Arab mushriklari musulmonlarning oqibatining Rimliklarga o'xshash mag'lubiyat bo'ladiganligini so'zlashga boshlaydi. Bu ahvol musulmonlarni g'amkin qiladi. Chunki Eronliklar Arablarga o'xshash buddist, Rimliklar samoviy diniga e'tiqod qiladigan xristianlar edi. Bu vaqtda Qur'on Rimliklarning keyingi g'alabasidan xabar berib, Rom surasining 5-da mundoq deydi. Rimliklar yaqin bir joyda Falastinda yengildi. Ular yengilgandan keyin bir qancha yil ichida yengadi. Ilgari va keyin hamma ish Allohning boshqarishidadir. Bu kunda mu'minlar Allohning bergan yordami bilan xushal bo'ladi. Alloh xohlagan kishiga yordam beradi. Oradan to'liq 7 yil o'tgandan keyin Rimliklar Eronliklarni yengan. 2. Mushrik arablar bilan Yahudilar Muhammad alayhisalomni yo'q qilish uchun turli choralarni qo'llanadi. Ko'p qitim suiqasdlarni planlaydi. Shu vaqtda Qur'on Muhammad alayhisalomga dushmanlarning ziyon yetkazmaydiganligini e'lon qilib, "Ey payg'ambar, Rabbing tarafidan senga tushirilgan vahiyning hammasini to'liq yetkazgin. Agar to'liq yetkazmasang, sen Alloh topshirgan payg'ambarlik vazifangni ado qilmagan bo'lasan. Alloh seni kishilarning ziyonkashligidan saqlaydi. Shaksizki, Alloh kofir qavmni hidoyat qilmaydi" deyish orqali Allohning Muhammad alayhisalomni qo'g'daydiganligini va'da qiladi. Sura Maida 67-oyat. Bu oyat tushgan hamon Muhammad alayhisalom o'zining qo'g'dovchilariga "Ey xaloyiq, bizdan yiroq turinglar. Bizni Alloh o'zi qo'g'daydi" deb e'lon qilgan va amaliyotda suiqasdlardan omon qolgan. 3. Muhammad alayhisalom bilan sahobalari Makkani mushriklarning changildan ozod qilishni to'liq orzu qiladi. Qur'on ularga xush xabar berib, "Ey payg'ambar, Alloh xolisi sizlar xotirjam bo'lgan, ba'zilaringlar chechinglarni tushirgan va ba'zilaringlar qirqigan holda qo'rqmay cho'qim masjidi haramga kirsizlar" degan. Va oradan uzun o'tmayla islom qo'shini Makkani tinchlik bilan ozod qilgan. Sura Fath 27-oyat. 4. Alloh taolo Qur'oni Karimni o'zi saqlaydiganligiga va'da berib, Qur'onni haqiqatan biz tushirdik va uni biz albatta o'zimiz qo'g'daymiz degan edi. Sura Hijr 9-oyat. Qur'onning dunyoga kelganiga 14 asr o'tgan bo'lsa-mu, Qur'onni hozirgacha bir harf chog'liq o'zgartirilmasdan shu vaqtdagi holati bo'yicha davom qilib kelganligi Qur'onning haqiqatan Allohning so'zi ekanligini isbotlaydi. Qur'onning bundan boshqa g'aybdan bergan va amaliyotda maydonga chiqqan xabarlari intayin ko'pdir. Muhammad alayhisalomning mo'jizasi Qur'on bo'lganligining sababi. Mo'jizalar azaldan har bir davrning va jamiyatning sharoitiga qarab, shu vaqtdagi eng taraqqiy qilgan narsaning jinsidan bo'lib, uni bezib tushadigan alohida farqli ustunligi bilan kelgan. Mana bu Allohning payg'ambarlarga mo'jiza ato qilishdagi prinsipidir. Agar bundoq bo'lmaganda, mo'jiza avatishning hech bir ahamiyati bo'lmaydi. Chunki bir fanni bilmagan xalqqa boshqa bir fan bilan do'il qilganning ahamiyati bo'lmaydi. Balki do'il ularning taraqqiy qilib eng uchiga chiqqan narsaning jinsidan bo'lgandala, uning qimmati o'ttirg'i chiqadi. Masalan, Fir'avnning zamonida sehrgarlik intayin zo'r darajada taraqqiy qilganlikdan Alloh shu zamonning taqozzosiga moslashtirgan holda Musa alayhisalomga butun sehrlarni barbod qilib, sehrgarlarni mot qiladigan mo'jiza ato qilgan. Isa alayhisalomning davri tibbiy jihatdan zo'r oshgan bir davr bo'lganlikdan Alloh Isa alayhisalomga shu davrning eng usta doktorlarini saqaytanmagan oq kasalni, tug'ma ko'rni saqaytadigan, hatto Allohning izni bilan o'liklarni tirildiradigan mo'jizani ato qilgan. Ammo Hazrati Muhammad alayhisalomning zamoniga kelganda arablarda adabiyot, she'riyat nihoyatda zo'r darajada taraqqiy qilgan edi. Arablar cho'ng kichik hammasi birdek she'r qumar xalq edi. Ular har yili ma'lum bir kunni belgilab, hozirgi Saudiya Arabistonidagi Ukaz bozorida butun adiblar va shoirlarning ishtirok qilishi ostida she'r mahorati ko'rsatdi. Ukaz ayni zamonda shoirlarning she'r so'riniga aylangan edi. Arablarning she'riyatga bunchalik zo'r ahamiyat berishdagi sabablarning biri, bir tarafdan ular qumluq sahrolar va yayloqlarda hayot kechiradigan xalq bo'lg'ashqa, tabiatning har xil manzaralari ularni tafakkur qilishga va g'azallarni aytishga undaydi. Yana bir tarafdan arablarda umumiy birlik bo'lmasdan ular qabilalarga bo'linib,
Her bir qabila o'zining ortiqchiliklarini she'r va g'azallar orqali ifodalab faxrlanish va she'r bilan raqiblarini so'kish, hatto bu sababdan bir-biriga qarshi cho'ng urushlarni boshlatish qatorliq muddaolar bilan umr suratdi. Shunga ular badiiy she'rlarga va talantli shoirlarga zo'r ehtiyojliq edi. Qisqasi ular she'r bilan ko'tariladi, yana she'r bilan tushadi. Ba'zi badiiy she'rlarini Ka'baga esish bilan faxrlanadi. Shundaq bir vaziyatda Qur'oni Karim o'zining porloq nuri bilan butun iqlimlarni yo'ritgan, stilistika va bayon jihatdagi badiiylikda eng ustunlikni egallagan holda Alloh tarafidan Hazrati Muhammad alayhissalomga tushirilishi bilan arablarning o'zlarini tili ravon, boshqa millatlarni tilsiz deb mag'rurlangan otoqliq adiblari bilan tanotli shoirlarini sahnadan tushirdi. Bu ayni vaqtda Qur'oni Karimning jimi arablarga do'yil e'lon qilishi edi. Ular Qur'onning oldida xuddi tush vaqtida quyoshga tikilib qaragan kishining ko'zi xiralashib qolganidek, aqllari xiralashib, barcha mahoratlarini butunlay yo'qotgan holda gangirab qoldi. Qur'oni Karim butun insoniyatga do'yil e'lon qiladi. Qur'oni Karim jimi arablarga do'yil e'lon qilganidek, butun insoniyatga do'yil e'lon qilgan edi. Qur'on bu xususda nurg'ulg'an ishlarning bo'ladiganligidan xabar bergan va bu ishlar amaliyotda o'ttirga chiqqan. Masalan, Qur'oni Karim Rimliklar bilan Eronliklar o'rtasida qayta urush chiqadiganligi va Rimliklarning yengiladiganligidan oldin xabar berganda, musulmonlar haq va rost deb tasdiq qilishdi. Arab, ajam buddistlari va ularning yondoshlari bo'lsa, bu yolg'on gap, ko'rimiz qidi. Qaysimizning kutgani amalga oshadi ekan deyishdi va ikki firqa bu kelajakdagi urushni intizor bilan kutdi. Oradan to'liq 7 yil o'tgandan keyin Rimliklar xuddi Qur'onning oldin ola xabar berganidek Eronliklarni yengdi. Agar ahvol Qur'oni Karim xabar bergandek bo'lmasdan, uning aksicha bo'lib, Rimliklar yengilgan bo'lsa yoki urush yuz bermagan bo'lsa, nima bo'lmoqchi edi? Shaksizki, arablarning Muhammad alayhissalomni yolg'ondan payg'ambarlik da'vos qilgan, shunga uning gaplari yolg'on chiqdi deb tuhmat qilishi uchun yetarli shart-sharoit hozirlangan bo'ladi. Islom dinining asosiy dasturi va Muhammad alayhissalomning rostligini isbotlaydigan Qur'oni Karim yolg'onga chiqarilgandan keyin bu yangidan ajalga yo'liqqan bo'ladi. Ammo xabar beruvchi Alloh taolo edi, Muhammad alayhissalom emas. 7 yildan keyin bo'ladigan so'qishning natijasidan xabar berish Muhammad alayhissalomning emas, balki harbiy ishlar strategiyasi sohasida atrofli yetishgan harbiy qo'mondonlarning va yiroqni ko'ralaydigan planlovchilarning qo'ldan kelmaydigan ish edi. Payg'ambarlarga berilgan mo'jizalar tabiat qonuniyatlarini bo'sib o'tadigan xoriqiy odat ishlar edi. Masalan, Ibrohim alayhissalom butlarga cho'qinadigan bir qavmga avatilgan payg'ambar edi. Shunga ular Ibrohim alayhissalomni ko'ydirib jazolamoqchi bo'lganida uni ilohlarining oldiga ib kelgan. Ularning e'tiqodi bo'yicha bo'lganda, ularning ilohlari o'zlariga haqorat qilgan Ibrohim alayhissalomni jazolashi va uningdan intiqom olish kerak edi. Lekin Ibrohim alayhissalom o'tga tashlanganida o't o'zining ko'ydirish xususiyatini yo'qotdi. Ularning ilohlari Ibrohim alayhissalomdan intiqom olmaganlikdan ularni mat qilib qo'ydi. Shu aniqki, Ibrohim alayhissalomning mo'jizasi o'tdan qutulib omon qilish emas, balki o'tning ko'ydirish qonuniyatini bekor qilish orqali soxta ilohlarning jazolashdan ojiz ekanligini isbotlash edi. Agar Alloh taolo Ibrohim alayhissalomni o'tdan qutqizishni maqsad qilgan bo'lsa edi, qavmi uni xuddi Iso alayhissalom bilan Muhammad alayhissalomni suiqasdchi qavmlar tutanmagan yoki yomg'ir yig'ib o't o'chib qolgan sabablar bilan uni o'tdan qutqiza oladi. Agar Ibrohim alayhissalom qochib qutulgan yoki yomg'ir yig'ib o't o'chib qolgan bo'lsa edi, qavmi agar biz Ibrohimni tuta olgan bo'lsak, albatta ilohlarimiz uningdan intiqom olgan va o't o'chib qolmagan bo'lsa, albatta ko'ydirilgan bo'ladi deb ko'ranglishi mumkin edi. Ammo yo'l qo'llab turgan o't tuvisi uningga tashlangan Ibrohim alayhissalomni ko'ydiranmadi. U gumon qilgan ilohlar uni jazolayolmadi. Natijada ular ilohlarimiz deb cho'qingan butlarning birovga foyda yoki ziyon yetkazmaydigan, hatto o'zlarini ziyon zahmatlardan qo'g'diyolmaydigan haykallar ekanligini o'z ko'zlari bilan ko'rdi. Musa alayhissalom Alloh taoloning oson bilan dengizga ur degan amriga asosan osi bilan urib edi. Dengiz suvi xuddi ikki cho'ng tog'dek ikki tarafga ayrilib, o'ttirdan yo'l hosil bo'ldi. So'ning bundoq bo'lishi uning qonuniyatiga zid bir ish. Lekin mo'jiza uni shunday qila oladi. Bu Musa alayhissalomning xosiyatli qosining karomati emas, balki u orqada Fir'avn qo'shinlari oldida poyonsiz dengiz ikkisining o'ttirsida qilib, qutulishning insoniy choralari butunlay tugagan bir vaqtda qutulishdan to'liq umidvorlik bilan ishning chorasini Alloh taologa topshirgan edi. Shunga uning qavmi biz amdi tugashdik deganda hargiz undoq bo'lmaydi, chunki Rabbim cho'qim men bilan bilidir, u menga yo'l ko'rsatdi degan so'zni to'liq ishonch va xotirjamlik bilan aytish orqali qutulish ishining insoniy sabablardan Alloh taoloning qudratiga yetkazganligini jakarlagan edi.
Qur'oni Karimning yana shariat ahkomlarini belgilashdagi mo'jizasi bor bo'lib, bu Qur'oni Karim ib kelgan qonun prinsiplarning mukammalligida, uning zamonlarning o'tishi bilan ko'nrab qolmasdan yoki zamonga moslasholmay qolmasdan har vaqt o'zining alohidaligini saqlab qolganligida ifodalanadi. Chunki Alloh taolo barliq inson tabiqalari orasida adolat va barobarlikni amalga oshirish va ularni ikki olamlik baxtli qilish uchun belgilagan ilohiy qonunlar har qanday bir zamon va har bir makonga yaraydigan, insonlarning aqliga tamoman muvofiq keladigan va ularning hayot musobasidagi cho'ng-kichik butun ehtiyojlarini hal qila oladigan mukammal prinsiplar bo'lib, bundoq bir mukammal prinsipni tuzib chiqish insonning qo'lidan kelmaydi. Shunga uni mo'jiza deymiz.